Ey Allohim, sendan bir o'tinchim bor. Bandangman, qulingman, men itoatkor. Kaloming hurmati so'rayman takror. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Assalomu alaykum yaxshilardan-da yaxshi insonlarim. Yangi kun muborak. Ochiq osmon ostidagi jannat makon yurtimizda shukronalik kunlarni nisholayotgani barchani muborak etamiz. Sizlar bilan dil izhorim loyihasi ijodkorlari xizmatingizda. Va men boshlovchi Madinaxon yana bir qadrdon insonimizni xursand qilish uchun tayyorman. Bizda hayajonli daqiqalar. Qani ketdik. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Dilshodbek akamiz bilan bog'landimmi? Ha, eshitaman. Xayrli kunlar bo'lsin akajon, yaxshimisiz? Bezovta qilib qo'ymadimmi? Yaxshi, rahmat. O'zingizga ham muborak bo'lsin. Rahmat kattakon. Sizni bugungi tavallud ayyomingiz, shukronalik kuningiz, payg'ambarimizga ummati bo'lgan kuningiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Kattakon rahmat, yaxshi niyatlar, yaxshi tilaklar uchun. Rahmat sizga ham. Ayni damda sizni Dil izhorim loyihasidan bezovta qilyapmiz. Boshlovchi Madinaxon bo'laman. Ha, tandim. Akajon, bugun bizning loyihamizga o'zgacha bo'lgan tabrik xatlari kelgan. Nima deb o'ylaysiz? Yaqinlaringiz orasidan kim yuborgan bo'lishi mumkin? Bilmadim, yaqinlarim ko'p. Taxmin qilib ko'ra olasizmi? Yo'q. Sizni jonlaridan ortiq yaxshi ko'rguvchi, dunyolarga alishmas mehribon ota-onangiz Nurmuhammad aka Dilafruzxon opamiz nomidan kelibdi. Aha. Va ular bilan birgalikda mehribon akangiz, Namoz aka, Farhod aka, kelinoyingiz Kamolaxon opa, barcha jigarlaringiz ham sizni tabriklab o'tyaptilar. Ha, rahmat. Rahmat sizga ham. Akajon, ijozat bersangiz, birozgina vaqtingizni olsam-da, ulardan kelgan tabriklarni o'qib eshitirsam maylimi? Xo'p, eshitaman. Rahmat kattakon. Assalomu alaykum, dunyodagi eng mehribon bo'lgan, biz uchun aziz bo'lgan o'g'lim. Seni bugungi Allohimga suyukli banda, Habibimizga ummat bo'lgan shukronalik ayyoming bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Umring uzoq, tana joning sog' salomat bo'lsin. Mehrligim, chiroyli so'zligim. Allohim bergan sendek go'zal farzandlarimizni rohatli kunlarda ko'rishlik nasib qilsin. Sizlarning kamolingiz, sizlarning baxtingiz bizlar uchun eng katta ne'matdir. Jonim o'g'lim, dardkashim, dilkashim o'g'lim. Yaxshi yomon kunimizda yonimizda turgan. Sen uchun doimo yaxshi niyatdamiz va duodamiz. Biz seni juda ham qattiq yaxshi ko'ramiz. Garchi bu so'zlarimizni senga har kuni ayta olmagan bo'lsak ham mana bugun takror aytmoqchimiz. Mehribonim, g'amxo'ram, suyanchig'im, dardkashimiz bo'lib doimo biz uchun eng baxtli kunlarning egasi bo'lgan. Allohim hamisha seni o'z panohida asrasin. Bugungi chiroyli yoshlaringni ko'pini ko'rib, ilohim qori solih farzandlarga bosh bo'lishlik nasib qilsin. Senga ulkan baxtlar tilaymiz. Hamisha baxtimizga sog' salomat bo'lib yurgin. Ey Allohim, sendan bir o'tinchim bor. Bandangman, qulingman, men itoatkor. Kaloming hurmati so'rayman takror. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Rahmonim, doimo g'amimni yeding. Hifz-u himoyangda asrading, suyding. Shu kungacha nima so'rasam berding. Bolamning omadin bergin Xudoyim. Bugun bolam uchun so'ray tinglagin. Razzoqam, Karimam, sendan tilayin, qalbdan duo qilib ko'z yosh to'kayin. Bolamning omadin bergin Xudoyim deya ajoyib bo'lgan o'zlarini, dil izhorlarini va she'riy maktublarini aynan siz uchun yo'llab o'tibdilar. Akajon, suhbatimiz loyihamiz tomonidan esdalik uchun yozib olinmoqda. Sizni ham mehribon ota-onangizga, jigarlaringizga tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qolishingiz mumkin. Biroz soniyalardan so'ng ular bizni tinglaydilar. Qanaqa loyiha bu? Qayerda eshitiriladi? Telegram ijtimoiy tarmoqlarida. Rahmat otaman, baxtingiz sog' bo'lsin. Sizga ham rahmat, loyihangiz juda yaxshi ekan. Samimiy tilaklar uchun rahmat.
Rahmat, sizga ham ilohim aytganingiz kelsin. Hamisha hardan barcha yaqinlaringiz baxtiga sog' salomat bo'lib, bugungi tug'ilgan kunlarni a'lo kayfiyatda o'tkazib oling deya qo'ng'irog'imizni yakunlaymiz. Xo'p, rahmat. Siz Sog' bo'ling, salomat bo'ling. xo'p. Osmonimda quyosh kulgan kun, dunyoga kelding, bo'ldim butun. Duolarim bo'lgan ijobat, o'g'lim bugun sen tug'ilgan kun. Otam onam degan so'zing bir baxt, sen mevamiz, biz bir daraxt. Jannatlarda qurib bergin taxt, ko'zim qorasi, qalbim donasi, umidim hayotim ertasi. Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. O'g'lim xuddi otangday bo'lgin, tun bo'lmagin quyoshday kulgin. O'z xalqingga mehringni bergin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Yaxshilar ko'p ularday bo'lgin, ko'zim qorasi, dilim donasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi, parchasi. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Umidim hayotim ertasi, Allohim bergan sevgi mevasi, ko'ray baxtingni bolajonginam, yuragim parchasi,